Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi videomiz Urganch shahar. Bu yon tarafimiz Mashal, bu yon tarafimiz Manej bo'ladi. Bu yon esa Ko'la ko'pir bo'ladi. Yo'lning ustundagi dom 4-etajda 3 xonali 92 metr kvadrat kvartiramiz sotiladi. Bahasi 1 metr kvadrati 6,5 million so'mdan. Tayyor girib yashaydigan korobka emas. To'g'ri girib yashaydigan kvartira. Kvartirani o'zini ham bir qator ko'rib o'tamiz. Joyimizga qismga yetib keldik. Ko'cha eshiklar zamonaviy damir eshik bor. Ishdan kelgandan keyin rakovinasi keng prixoshga tushgan. Aytib o'tganimizdek 1 metr kvadrati 6,5 million so'mdan 92 dan sal ziyod. 600 million so'm pul bo'lib turibdi. 3 xonali kvartira, xonalar oddenniy. Keng, bu yerda 2 dana zal tushgan, bu yerda spalnisi, kuxnyasi, tualet vannasi oddenniy bo'ladi. Bir chetdan ko'rib chiqamiz. Shu chapdagi birinchi xonadan boshlaymiz. Eshiklarimiz MDF, xafer sapilgan ekan. Polnistiy fotoğraflar gipsakarton o'rtasidan tushgan lustrolar qo'yilgan. To'g'ri girib yashasangiz bo'ladi. Ko'p ahvolda yashagan turibdi. İlk yasib ekan, aynalar akfa, bana sentral yo'l. Chapga ketsangizlar, Qo'lan ko'piri, o'ngaydan olsa Mashal. Quruq 4 yo'l. Почти korobkani bahasida. Kuxnyasi, xodimliklari bor ekan, restorlari bor, kuxnya mebeli bor, gaz plitasi, yutishlar ham bor. Aynalar akfa, batareyalarimiz bor. Sevimleri. Şkaf katyolla belirttik. Katyol. Tak, ben de birinci xonamiz zal razmerinde keng tushgan xonalar ulug'li xat ko'rsatilgan, fotoğrafda gipsakarton, aynalarimiz akfa, ulug'li ayna tushgan beri, batareyalarimiz bor. Yanda yine bir xonasi. Mana shu zal bilan razmer почти bir xil. Xohlasangiz zal, xohlasangiz spalnya deb ko'rasiz. Fotoğrafda gipsakarton, o'rtasidan tushmagan konditsionerlari bor, ochiq balkonimiz bor. Yanimizda Manish. Tuvalet vannasi oddenniy. Dedi. Hojatxonasi. Muntazir rakovinasi bor. Plastik bo'lgan ekan devorlari. Dedi. Plastik sushilchasi, kir mashina bor ekan, vannasi bor ekan. Hamma plastik. Ko'rishingiz mumkin. 3 xona 92 dan sal ziyodroq. 92 deb aytaveraman. 1 metr kvadrati 6,5 million so'mdan 600 million so'm pul. Karishton, gaz, svet, sudan muammosi yo'q. Dokumentlari taxt. To'g'ri kelib, qoldi o'tirib olsangiz bo'ladi. Telefon nomerini aytib o'tamiz. 99 946 76 66. Kim ma'qul bo'lsa, bemalol bog'lanarsiz. Kimda kim joyini sotchak bo'lsa yoki reklama qildirajak bo'lsa, reklama uchun nomerlarimiz 99 946 76 66. Bemalol bog'lanarsiz.